Shiddat bilan rivojlanayotgan bu dunyoda sadosiz yashab o'tmoq nodonlikdir. Assalomu alaykum. Men Bekzod Mo'ysonoğlu. Shahrisabz yoshlari loyihasi muallifiman. O'ylaymanki, shakllantirilayotgan ushbu loyiha izlanuvchan yoshlarga qiziqarli va foydali bo'ladi. O'zi bu qanday loyiha, nima vazifa bajaradi va maqsadi nima? Bu loyiha ilmli, zakovatli, hurfikr, kitobxon, lider yoshlarni bir guruhga birlashtiradi. Bu orqali yangi taraqqiyot muhiti shakllanadi. Ushbu loyiha doirasida turli dasturlar, jumladan jadidshunoslik, yoshlar va taraqqiyot, milliy taraqqiyot, yoshlar e'tirofi, ijtimoiy taraqqiyot mavzularida tashkil etilgan suhbatlar, bahs va munozaralar hamda kitob tahlillarida yoshlar erkin fikr bildiradi, qatnashadi va ijod qiladi. Bu orqali yoshlarning dunyoqarashi, kreativ fikrlashi va ijtimoiy madaniyati boyiydi. Agar ushbu loyiha amalga oshadigan bo'lsa, biz yangi ilg'or jamiyatni yaratamiz. Yangicha taraqqiyot yo'lida birlashamiz va birgalikda kelajakni qo'lga kiritamiz. Loyiha aynan siz uchun. 15 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan keng fikrlovchi, bilimli, zakovatli, kitobxon yoshlarni bu loyihaga chorlayman. Unutmang, sizdagi aql va saviya ilg'or jamiyatdagina toblanadi, rivojlanadi. Aynan shu ilg'or jamiyatni biz yaratamiz.